Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshi uxlab turdinglarmi? Yaxshi dam oldinglarmi? Mana biz soat 6:30dan beri Ahmedova bilan ishxonaga kelganmiz. Tezkor topshiriq bo'yicha Anvar Hasanov kechqurun topshiriq bergan ekanlar. Keldik 6:30dan beri zomda qatnashib. Juda muhim ishlar bor qizlar. Endi bari Ahmedova o'zi tushuntiring. Qizlar yaxshimisizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Iltimos sizlardan Varganzadan quturish chiqqan. Bitta oiladan 3 kishi, ahvoli og'ir. Har bitta xonadonga kirganlaringga quturish haqida tushuncha berib ketinglar. Kimni nima choqadi, itmi, mushukmi, tirnaydimi, tezgina xabar bersin. Shuni tushuntiringlar. Quturishda davosi yo'q. Ishimiz juda qiyin, mana juda achinib gapirdilar hozir Hasanov. Iltimos sizlardan hozir ovozli xabar jo'natinglar.